Noyabr oyida sovuq oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. 3-noyabrdan boshlab shimoliy hududlarga, 4-noyabrdan esa O'zbekistonning barcha hududlariga sovuq va nam havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. 3-5-noyabr kunlari ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Tog'oldi va tog'li hududlarda esa yomg'ir qorga aylanishi kutilmoqda. 4-7-noyabrda havo harorati asta-sekin pasayib, kechasi 3 daraja iliqqacha pasayadi. Ayrim joylarda esa 0 darajagacha, kunduz kunlari 8-13 daraja atrofida bo'ladi. Oyning keyingi qismida esa harorat keskin o'zgarib turadi. Kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kuni esa 2 daraja iliq. Keyingi ma'lumotlarga ko'ra, noyabr oyining o'rtasida harorat me'yordan 2 daraja past bo'ladi. Ayrim hududlarda esa me'yorga yaqin bo'lishi kutilmoqda. Oyning 2 va 3-10 kunligida qisqa muddatli yog'ingarchilik, asosan yomg'ir va qor yog'ishi taxmin qilinmoqda.